Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Biz bugun oilaviy Ra'no, turmush o'rtog'im bilan ko'chaga aylanishga chiqdik. Bugungi qiladigan ishlarimizni, boradigan joylarimizni sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Ketdik, birgalikda aylanishga chiqamiz. Biz ko'chaga chiqdik azizlarim. Orqamda mana Ra'noxon, ko'chada bizlar mashinada. Turmush o'rtog'im kofe olishga ketdilar. Bugun gullar ko'rishga, ya'ni bahorda ochiladigan gullar ko'rish uchun chiqdik. Yomg'ir ham ko'rsatib o'tiribdi ob-havoni. Agar yomg'ir yog'sa boshqa joyga boramiz, yomg'ir yog'masa Koreyada bahorda ochiladigan gullari, daraxtlari sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman azizlarim. Kofemiz ham keldi. Bilasizlarmi, koreyslar achchiq kofe ichadi, yaxtak mana. Turmush o'rtog'im shunaqa kofe ichadi. Men ichib bilmayman nimagadir. Men uchun eng zo'ri kola, eng zo'ri choy. Choy ham ko'p ichmayman, suv, kola yoki Fanta, Sprite ichaman. Kofeni ham shakarligini ichaman, doqa amerikanoni ichib bilmayman. Xo'sh, ketdik azizlarim. Qayerga borishimizni o'zim ham bilmayman. Borsam albatta yana video qo'yaman. Ertalab zavtrak qilmaganimiz uchun kimbap oldik. Endi buni yeb ko'ramiz. Mana kimbap azizlarim. Tuxumli kimbap. Hozir yeb ko'ramiz. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. 맛있어, 안 맛있어? 맛있게. 여보 맛있어. 주대 ham shirin. Bugun dam olish kuni bo'lganligi munosabati bilan uyda ovqat tayyorlamaydigan kunim. Shuning uchun turmush o'rtog'im olib beradilar. Hozir ro'ldaliklari sababli men yedirib qo'yaman. Zavtrak yetmaganimni shunaqa qornim ochib ketam. 김밥 아살딱 ko'rinadi. Sabzavotli, 우리나라 김밥이 미국에서 엄청나게 팔리는데 여기서 미국까지 가야 되잖아. 네. 냉동으로 가는 거야, 냉동. Koreyani kimbapi hozir Amerikada juda ham ko'p sotilib o'tiribdi, juda ham mashhur bo'lib ketdi deydi turmush o'rtog'im, lekin sirazim tayyorlab, sirazim yegan juda ham mazali. Amerikagacha borish uchun muzlatib, keyin olib ketilar ekan. Shunda ham odamlar shunchalik olib yeb o'tiribdi. Mundoq yoningizda taxlab berib sirazim yeganga nima yetsin? 얼려서 먹으면 그거 해동시키면 맛이 없잖아. 그러니까 미국 사람들 한국 오면 김밥을 여기서 직접 마른 거 바로 먹으면 맛있지. Orqada Ra'noxon ham bor. Ketdik endi aylanishga. Qornimizni to'yg'azib mashinada. Sizlar Koreya ko'chalarini ko'rsataman mana. Osmon juda ham bulutli, yomg'ir yog'adi dedi. Bilmadim, lekin havo bir quyosh chiqadi, bir yomg'ir yog'adi. Tilimizga yetib keldik. Hozir yomg'ir yog'moqchimi? Nima, juda ham sovuq. Mana ko'rib turganingizdek hozir ko'rsataman. Havo juda ham bulutli. Turmush o'rtog'im mana keldilar. Hozir biz mashina qo'yadigan joyda bizlar. Bu joyga mashinani kiritishdan oldin dezinfeksiya etib beradi, chunki bu yoqda hayvonlar ham bor, shuning uchun ularga zarar yetmasligi uchun dezinfeksiya etib beradi. Shamolga qaranglar, hozir mana shu tepaga ko'tarilamiz. Bitta bizlar emas, bir dunyo odam keladi. Dam olish kuni hamma aylanib turadi joylari boradi. Xullas ketdik. Shamol juda ham kuchli. Sizlar ham eshitib o'tirgan bo'lish kerak shamolning kuchligini. Bu yoqda sigirlar o'tlab yuriydi. Sigirlar katta etadigan yana. Sigirlar boqib so'yiladi mana shu yerda. 산후 목장에 와 있습니다. 바람이 엄청 불고요.
Gaplarimni ham topilmayman. Shamol juda ham kuchli. Uchib ketsam kerak hozir. Biz eng tepasiga chiqa olarimizda yomg'ir yog'sa kerak. Palva! Shamolga qaranglar. Tabiat juda ham chiroyli, tabiatga qaranglar. Osmon chiroyli emas. Bir küçük ham bor mana. Küçük bilan birga keladilar. Koreyada küçüğü juda ham qadrlaydilar. Ulag'aysayu. Mana bu yoqda chiqish uchun ham juda ham qulay yo'llari. Ko'tarilish uchun ham, odamlar qiynalmaslik uchun. Bitta ham chang yo'q ishonaysizlarmi? O'zi Koreyada chang unchalik yo'q, lekin bu joy yana ham toza, chiroyli. Havosi ham toza. Mazza. Shamol ozgina kamayib, birdan kuchayib, birdan kamayib turibdi. Qaynonamni birga olib kelmoqchi bo'ldik, lekin qaynonam telefonni ko'tarmadilar. Shuning uchun o'zimiz maza qilib aylanishga keldik. Yuki yo'q. Yuki onasinikiga ketdi. Shamol yana kuchaydi. Shamolning kuchliligiga qaranglar, kiyimlarim uchib ketib turibdi. Shu shamolda, shu yomg'irda balo bormi deydigan odam bo'lishi mumkin, lekin har bitta daqiqamizni nima desam ekan, samarasiz o'tkazmasligimiz kerak. Shuning uchun dam olish kunini ham uyda o'tirmasdan aylanishga chiqishimiz kerak. Oila davrasida har doimgidek do'stlar davrasida chiroyli joylar ko'rishga harakat qilishimiz kerak. Men turmush o'rtog'im shu narsani juda ham yaxshi ko'raman. Pasti ko'tarildik. Ko'tarildik mana. Tepadan qaraganda naqadar go'zal deydi-ku. Shundoq. Tog'larga qaranglar, juda ham chiroyli. Ana keldik. Gul yo'qmi? Biz gul ko'rishga keldik. Gullar hamma ochiq turibdi. Rasmat tushyapti. Tepadan ko'rsataman hozir sizlarga. Eng tepasiga chiqib oldik. Voy. Shamol juda ham kuchli bo'lgani uchun bir taraf quloq
oyog'im muzlab qoldi. Qachon havo ekan Koreyada. Qanday go'zal bu olam, bir qara mana. Hamma rasmlarga tushib, aylanib, pul olmaydi bellara kirish uchun, kirish puli to'lanmaydi. Shunchaki odamlar dam olib vaqtini ochib ketish uchun tayyorlangan joylar, qurilgan joylar. Hamma videoga, rasmga tushish bilan band. Men bu yoqda rasman tushsa bo'ladi. Chiroyli edi. Rano ketdi. Turmush o'rtog'im o'zi bilan o'zi rasm video olyapti. Ha, chiroyliga qarang. 여보, 라나 가버렸어. 저렇게 해서 주차장까지 걸어간 거예요. 저기까지. Hozir bizlar mashina qo'yadigan parkovkadan yurib keldik-ku. Yana shunday parkovkagacha yurib ketayotganmiz. Chigasa. 라노 같이 가야지. Voy, Rano ketib qoldi shu taraflari mana. Yana qaytib yugurib kelayapti. 여기 다 찍었어요? Chigasay. 야, 여름에 여기 오면 졸라 싫어. Yozda kezak deydi, sal bo'lsa kerak beri deydi. Hozir sovuq hozir. Rano yurib ketcha qaranglar. 그것도 설명해줘. 라노야. 날씨가 좋으면 소들이 노는 모습을 볼 수 있는데 그 날씨가 안 좋아서 소들이 안 나와. Hozir turmush o'rtog'im aytib turibdi-ku, havo deydi. Yaxshi bo'lsa havo, mollaring, ya'ni sigirlar, qo'ylaring o'ynab yurganini ko'rsa bo'ladi. Koreyada bu narsani ko'rish uchun ham mana shunday shunaqa joylarga, maxsus joylarga kelinadi tomosha etish uchun ham mollari. O'zbekistonda bo'lsa qishlog'imizda mollar juda tekin, hammani uyida bor. Ana hop, mollar bilan tovuqlar bilan o'ynab keldim mazza etib. Bu yerda ko'rish uchun ham ba'zida pul to'laysan, shu mollarni ko'rish uchun ham qo'y, tovuq, shunaqa narsalar. Endi qaytadan yurib ketaveramiz. Osmon baribir bulutli. 공기 좋다. Tepalikdan tushdik. Endi yana pastga sekin-sekin yurib ketyapmiz. Vau! Shamol juda kuchli. belgilari bor, ehtiyot bo'ling deb qo'yilgan. Birqa. Rano mazza etdi.
70 yoshdalar, lekin xuddi 50 yoshdagi ayollarga o'xshaydi o'ziga. Juda ham qarab yuriydilar, mana. Yurib turganlaringizdek oldimda mana kelib turadi. 이거는 줌 땡기고 그런 거 없어? 좀 땡기고 이렇게 거. 쭉 땡겨서. 아, 그거는 못 하고 있어. 어떻게 이렇게 해볼까? 아, 당연히 있을 건데 여기? 안 돼. 이런 거 없어. 아니 다른 걸로 땡기겠죠. 여기 버튼이 있지 않을까? 버튼 없어. 리모컨 같은 거 없나? 좋아요 꼭꼭 눌러주세요. Biz charchaganimizdan o'tirib dam olib uzoqroq yetib bormadik mashinamizgacha. Shamol. Endi ozgina damimizni olib yana yo'lga tushamiz. Sochlarimga qaranglar, o'rtoqlar, biz kirib keldik, ya'ni mashinamizda chiqdik. Sochlarimga qaranglar, вообще shamolda. Bu yoqqa kuchli shamol bo'lib o'tiribdi. Hozir o'rdan chiqib, aylanib, chiroyli joylarni ko'rib, endi boshqa joyga yo'l oldik. Qornimiz och, to'g'risi, shu yaqin atrofdagi matchib deydilar, shunaqa shirin joylari, ya'ni ovqati zo'r oshxonalari qidirib o'tiribmiz yoki boshqa bir manzarasi chiroyliroq joylar bo'lsa ham shunaqa joylarga borib ko'rmoqchimizlar. Qani, ketdik. Voy, sochimga qaranglar. Patagi chiqibdi, patagi.